小朋友，大家好！今天我们一起学习，在中文我们怎么说星期bugun hafta kunlarini Xitoy tilida qanday qilib aytishni ko'rib chiqamiz. O'tgan darslarda biz sizlar bilan kunlarni, ya'ni bugun, ertaga, kecha degan so'zlarni qanday aytilishini ko'rib chiqqandik. Endi bugungi navbat Xitoy tilida hafta kunlarini nomlanishi. Undan oldin biz o'tgan darsda ko'rib chiqqan, ya'ni hafta kunlarini o'rganishimizdan oldin bitta kunlarni takrorlab chiqamiz. Birinchisi, Xitoy tilida ertaga degan so'z mingtian, mingtian. Bugun degan so'z jingtian, jingtian. Kecha bo'lsa zotian, zotian. Endi bugun birgalikda hafta kunlarini aytamiz, birgalikda savol javob qilamiz. Bugungi darsimizni boshladik. Endi Xitoy tilida hafta kunlarini aytish judayam oson. Biz o'zbek tilida dushanba, seshanba, chorshanba deb har bir hafta kunini har xil nomlaymiz. Lekin Xitoy tilida faqatgina siz hafta degan so'zni bilsangiz, u yog'i muammo emas. Ya'ni Xitoy tilida biz hafta kunlarini haftani birinchi kuni, ikkinchi kuni, uchinchi kuni kabi haftani raqamlar bilan aytib ketamiz. Bu judayam sodda va esda qolishi oson. Endi birinchi bizdan talab qilinadigan narsa hafta degan so'zni ko'rib chiqish. Xo'p, hafta degan so'z星期, 星期 bu hafta. Endi haftani birinchi kuni, ya'ni dushanba. Bir raqami bizdan nima edi? I. Endi haftani birinchi kuni 星期一, 星期一, ya'ni dushanba. Xuddi shu tarzda haftani ikkinchi kuni, ya'ni seshanba, uchinchi kuni chorshanba kabi. Xo'p, birgalikda takrorlab olamiz. 星期二, 星期二 bu seshanba. 星期三, 星期三 bu chorshanba, haftani uchinchi kuni. Keyingisi 星期四, 星期四 bu payshanba, ya'ni haftani to'rtinchi kuni. 星期五, 星期五 bu juma kuni, ya'ni haftani beshinchi kuni. 星期六, 星期六 bu shanba kuni. Va keyingisiga e'tiborli bo'lamiz. 星期天, 星期天 o'zi aslida 7-chi kun deyishimiz kerak. To'g'rimi? Hammasi 1, 2, 3, 4 raqamlar bilan ifodalanyapti. Lekin Xitoy tilida yakshanba degan kunni biz haftani 7-chi kun demaymiz. 星期天, 星期天 ya'ni dam olish kuni. Endi bularni yana yaxshilab takrorlab olamiz. Ko'rdinglar, Xitoy tilida hafta kunlarini aytish murakkab emas.